Oxirigacha ham ko'ramiz va Saxrayin tumasini обязательно bosib qo'yib tanishlikka jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh hozir juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik so'raydi. Grunti qanaqa bo'lishi kerak? Esingizda tursin. Gulni oldin gruntini tanlab olish kerak. Ana bir xillar oladida torfga ekib qo'yadi. Torfga eksam nima bo'ladi? Bu narsani ko'p tushuntirdim. Hozir kakras gul ekayotgan mahalimda sizlarga hozir ildizini ochdim. O'sha narsani torf nimaga olib kelishini hozir ko'rsataman. Undan oldin raqalariga vaqtim bo'lmadi. Mana hozir mashina kiyazgina bo'lsa ham vaqt ajratib ko'rsatib o'tib ketaman dedim. Qaranglar. Mana ildizini ochdim. Torfga ekilgan gul. Mana ko'ryapsizlar. Yaxshilab qaranglar. Oralari mog'orlashib boshlagan. Mana hamma yog'ida уже pix boylashi. Mana bu degani zamburug' ko'payadi degani. Mog'orlashib boshlagan oralari. Mana shular hammasi mana plesin bo'lishni boshlagan. Havo kirmaydi, nam bo'lib yotadi-da, keyin zaxlab turaveradi. Mana chunki hozir havolanma uncha narx qilmaydi. Mana hammasi mana mog'orlashib boshlagan. Undan oldin ekkanlarim torfdagilar prямо shundoq plesin bo'lib olganda vaqtim bo'lmadi. Просто buni olib tez-tez ekib o'tganimga. Mana hozir klientga ekyapmiz-da, mana qaranglar. Mana shunaqa bo'lib yotadi. Xiboylab yotaveradi. Mana keyin bu chirishga olib keladi. O'shanga mana ekayotganda universalni zo'r grunt olish kerak. Ichida makro mikro elementlari bor gruntga ekish kerak. Prosta olib ekib qo'yish kerak emas. Bizning maqsadimiz ekayotganda shu gulni pitать qilib turish uchun. Bu yoqda mana bunaqa bo'lsa-da, har xil zo'r dorilarni beraversangiz, uni foydasi yo'q. O'shanga mana mashina ichida, gruntimizning ichida o'zi makro mikro elementlari bor. Inshaalloh 1 yilgacha sizlarga bemalol o'zini ozuqasi bilan yetib ortadi. Keyin bu sukulentlarni ekayotganda har doim esingizda tursin, juda ham poristli. Poristli nima degani? Mana o'zi gruntinglar zo'r, yanada mana bunaqa perlitlarni ichiga qo'shish kerak. Perlit nima? Perlit bu o'zi mana organiskiy, bu eko mahsulot hisoblanadi. Bu yanada gruntimizning rixli bo'lib, yanada zo'r bo'lib berishiga xizmat qiladi. Mana ko'ryapsizlar. Mana ekib qo'ydik. Drenajni sloyi zo'r qilib berdik. Toshlarini keramzit, toshmas keramzit solinadi. Chunki keramzit havo o'tkazishga, suvini olib, yana qaytarib berishga juda ham foydasi katta. Vlagani ushlab beradi, vlagani qaytarib beradi, shunaqa narsa. Mana qildik. Mana endi hozir sekin buni artib tozalab, ugullar sepib, karneminlar sepib, inshaalloh ekvoramiz. Va keyin bir necha kundan keyin bunga fundazol qo'yishimiz shart. Mana